Mana shu akamga juda berib ketganman. O'rtoqlar, jo'jalarni bir qator tomosha qilamiz, u tomondagini ko'ramiz, bu tomonga ham ko'ramiz. Akam ishqibozchilikka, hobbiga boqadi, kuzda sotamiz, kuzda xudo xolasa. Mana. Bu yerda ham bor, 9 tacha bor, bu yerda ham. Nega bor? O, maza qilib o'ynayapti bular. Bular cho'milyapti ekan o'zi. Cho'milyapti. Qorin to'q. O'rtoqlar mana. O'yin kulgi bo'lib ketdi bog'i. Bir oyligi ham bor, 1,5 oyligi ham bor. Barakasini bersin. Kuzda xudo xolasa sotamiz bularni, kuzda. Katta bo'laversin. Hozir bu tarafda ham jo'jalar bor, ularni ham bir qator sizlarga xudo xolasa ko'rsatamiz. Yengil video o'rtoqlar bu. O'rtoqlar mana jo'jalarimiz. Eslaringda bo'lsa bundan 20 kun oldin tashlab ketgan edim. 20 kunlik bo'ldi-da. 20 kun bo'ldi. 21 kun, 22 kun bo'ldi. Shunaqa bo'lib qoldi. Tashlab ketgan edim jo'jalarni. Videosini qo'ygan edim. Shu jo'jalar mana bir kunligini yurib ketgan edim. Ikkinchi kuni kelganda bugun necha? Bugun 23. 23mi? 21 kun bo'ldi. 21 kun bo'ldi, kekiras. 21 kun bo'libdi mana qaranglar. Hop, nakavt xo'rozni bolalari bor. Mana xo'rozni Hozirdan urushyapti bular. Kechirtaman shekilli endi. cho'tib ketdi xo'rozlar. Plus yaxshi boqilyapti, yaxshi qaralyapti o'rtoqlar. Mozor kuniga tashlab ketganman mana boshqa xonadan chiroyli. Shu yerda eng kichkina turibdi, eng ag'dagi. Ash ekan, juda urush qolgan ash. Mana ash. Mash. Xo'rozda bu ham. Kattaga tashaverar ekan, o'zidan kattaga tashaverar ekan. Ular endi qachon kuzda katta bo'lsa sotuvga kiyib qo'yamiz, xudo xolasa. Hozir 21 kunlik bo'libdi. Sariq oyoq, sariqning shu tozalarida o'rtoqlar bular. Sotilmaydi hozir bular. Xo'rozlarni qarang. Ha, menda ham shunaqa mana qabjiri chiqib qo'ygan juda. O'zi bu nakavt xo'roz bolalarida makiyani ham zo'r ketadi bularni. Qora xo'rozdan bitta chiqibdi-da. Mayda. Tepadagi ham qorasi shekilli. Ha, ko'rilish tepa. Yashashni ko'ryapsam sharoitda bular. Bitta kuldan chiqibdi, ikkita qora chiqibdi. 3 dona bunisi. Buni ham bu yerga tashlab ketgan. Bu ham 5 kunlik bo'lib qoldi. 5 kunlik bo'ldi, ha, 5 kunlik. 5 kunlik bo'ldi mana. Gap yo'q, barakasini bersin. Ana do'stlar, uydagilardan kul makiyon, kul xo'roz. Joning sog' bo'lgur. Katta partiyalardan shular qoldi o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, ko'pchilik savdo qilyapti, nasib. $50 berganman, 5 kun, 10 kunlik, 1 oylik paytida. 12 yanvar. 300 mingdan berib olaman dedim. Shunda ham 250 mingdan beray deyishyapti o'rtoqlar. Joning sog' bo'lganlar. Yaxshi narsalar. Ana o'rtoqlar xo'rozimiz. Makiyonimiz. Endi xo'roz shu qoldi xolos. Yaxshi pul bo'lsa kelishaveramiz. 5,5 kilo. Mana bu partiyadan 5 dona qoldi o'rtoqlar, 5 dona. 3 ta qora, 2 ta sariq. Ular ham 2 partiya, bu sariq. Keyingi partiyadan bular. Mana qo'yat do'stlar mana bizning jo'jalarimiz yaxshi katta bo'lishyapti. Xudo xolasa barakasini bersin. Mayskiy jo'jalarimiz, mayskiy deydi-ku. Bizga bor mayskiy xo'rozlar deymiz o'rtoqlar. Qanotida oqibor xo'roz sotilib ketdi, Andijonga olib ketishdi kelib. O'sha xo'rozni bolalari, To'g'anoy xo'rozimizni Koreya makiyam bilan birga olingan bolalari. Xudo xolasa. Do'stlar, qo'ldan kelgancha qisqa video qilib qo'ydik sizlar uchun. Kamma ko'rsatishiga rozi bo'lasizlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.